Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kech. Meni YouTube'dagi obunachilarimga men bugun sizlar bilan iPhone'ning original AirPods naushnikini obzor qilib va qanaqangi funksiyalar borligini ko'rsatib o'taman. Videoni oxirigacha kuzatib boring. Video siz uchun aniq foydali bo'ladi. Bizni AirPods'imizni funksiyalari juda ham ko'p. Men sizlarga hozir qanaqa funksiyalar borligini zapis ekranda qilib ko'rsataman. Siz bularni qilib bemalol AirPods'ingizni o'zingizga qulay qilib nastroyka qilib olishingiz mumkin. Buni ochganingizda iPhone'ingiz o'zi avtomatik ulana boshlaydi. Mana sizlarga ko'rsatib o'taman. Quloqchalari ham juda ham ingichka, kichkina va quloq uchun juda ham ixcham. Ikkovi quloqchani ham. Birinchi bo'lib biz AirPods'imizni ochganimizda o'zi avtomatik qizil yozib chiqadi va bu telefonimizga podключение belgisini yuboradi. Biz buni ochib mandiki o'zi ulangan. Men buni olganimdan so'ng esa Bluetoothga ulanadi bu avtomatik. Bluetoothga kirib olamiz общий setga. Soediniga kirib olganimizdan so'ng esa mana ko'rib turganingizdek bu yerda to'rt xil настройка va boshqa narsalar ham turibdi. Men agar ikkov quloqchinni ham taqib olsam va mana bu show Denny degan eng oxiridagini bosib olsam, bu tashqaridagi tovushlarni yetkazib berishni anchagina tovushini pasaytirib sizga uzattirib beradi. Juda ham zo'r funksiya deb bilaman. Mana hozir men o'zimni tovushimni ham zo'rg'a eshityapman. Juda ham zo'r, tashqaridagi tovushni umuman o'tkazmaydi. Keyingisi esa mana 3-chi funksiyamiz Siri. Siriga qo'yib olganimizda agar siz telefoningiz iPhone bo'lsa, siz naushnik orqali bemalol Siri'ni boshqarishingiz mumkin. Misol uchun men hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana Привет Siri. Instagram. Ko'rib turganingizdek, AirPods orqali bemalol men Instagramga kira olaman buyruqlar. Keyingi funksiya esa bu tovushni tashqaridagi tovushni sizga anchagina yaxshiroq yetkazib berish. Bu misol o'zingizning tovushingizni ham ancha yuqori sifatda eshita olasiz. Juda ham qulay. Agar do'stingiz uzoqroqda bo'lsa, buni yoqib qo'ysangiz, do'stingizning gapi ham anchasiga yaqinroq bo'ladi yoki agar qulog'ingiz og'irroq eshitsa, buni taqib suhbat qursangiz ham ancha yaxshi bo'ladi. Birinchi funksiya esa bu oddiy hamma AirPods'da bor funksiya. Misol qanday ishlatsangiz shunday ishlayveradi. Qolgan funksiyalar esa juda ham ajoyib va kerakli deb o'ylayman. Keyin yana bir narsa, siz bu quloqchinlarni alohida ikkoviga ham alohida buyruq berib qo'yishingiz mumkin. Mana bu yerga Airga kirsak, Airda alohida funksiyalarni qo'shib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Xohlasangiz o'chirib qo'yasiz, xohlasangiz chiqasiz. Nargi quloqchinda ham xuddi shunday xohlaganingizni qo'yib qo'yasiz va xohlaganingizni o'chirib qo'yib bemalol o'zingizga keraklarni ishlashingiz mumkin. AirPods haqida video yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling, like bosib, keyingi videogacha ko'rishguncha.